Murat, keldingmi? Sog'lig'ing yaxshimi? Charchamayapsan, esimga keldim, o'tir. Nima gaplar? Manda tinch o'zingda. Tinchmi? Uydagilar yaxshimi? Xolamlar hammasi tinchmi? Xabarni oldingmi uydagilar? Nima gaplar, do'stim? Kecha o'tgan. Ha. Men ertalab rais bilan gaplashdim. Mana shu o'zimizni qishlog'imizda, bitta fermada, bitta bo'sh vakant ish joyi bor ekan. Xudo xolasa shu yoqqa endi hujjat qilib, qonuniy qilib, shu yoqqa ishga o'tkazamiz. Endi oyligiga keladigan bo'lsak, shu boshlanishiga bir 2 million so'm beraman deyapti. Xudo xolasa bu yerga yana yaxshi bo'lib ketadi. Hozircha mana shunda ishlab tursang, menimcha hammamiz senga ham, boshqaga ham yaxshi deyman-da. Uydagilarda ham bir sal bu yoqqa bir qism qarashib turarding. O'zim aytsam do'stim, menga yo'q 1-2 millionlarni to'g'ri kelmaydi. Yaxshi emasmi hozir? Yo'qdan ko'ra bor-ku, o'sha hozir. Ishing bo'lmasa, hozir qayerdan pul topasan, qayerda ishlaysan boshqa? Yo'q do'stim, kerak emas. Endi o'zing ham tushunasan. 1-2 million so'mga qarab o'tiradigan odam emasman. Mayli, sog' bo'l. Do'stim, tushunmadim nima degan. Yo'q, kerak emas, mayli. Maqsad ekan, bu yerdan ham ish topamadim. Hech qattiq ish ham yo'q. To'xta, kecha akalayapti, telefon qilib ko'raychi. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz aka? Yaxshi, rahmat, tanimadim. Men kechagi yo'lda tanishgan bo'laman, Murod. Shu desangiz aka, mahalladan ham ish topolmadim, hech qattiq ish yo'q ekan, o'shanga telefon qil deganingizga qiluvdim-da. Bo'ldi, uka, men senga Telegramdan lokatsiya tashlab qo'yaman, kechki payt o'sha joyga kelasan, tushundingizmi? Bo'pti aka. Mayli. Senga topshirib, nomini olasan. Boyaga aytgan odam borki, o'shanga yuborasan, tushundingmi? Qosim borku, Qosim. O'sha aytgan tovarlarni menga Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Murod, yaxshimisan? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Lokatsiya beruvdingiz, kelganim ish bor degandingiz. Bo'ldi. Bo'lishi bor-ku. Mana buni olasan. Nima bu gugurtmi? Borka senga tushuntiradi, belgilangan joylarga tashlaysan. Xo'p. Buni olasan, tushundingmi? Bunda oldindan haqsan. Olib qo'y. Mayli, rahmat. Xarajatlaringni ishlatasan. Ehtiyot bo'lgin. Borka, o'zing tushuntir unga. Voy. Ko'rdingiz? Belgilangan joylarga qo'ydingmi? Ha, qo'yib bo'ldim. Qilayotgan ishlarimizni hech kim bilmasligi kerak. Tushundingmi?